Zahmat chekkan ham o'tdi, chekmagan ham o'tdi. Hozir mana yo'ldan tushib kelyatib, yo'llarni ko'rib keldim. Oshxonalar to'ldir. Masjidlarda xatmi Qur'onlar, duolar, lekin oshxonalar to'ldir. Ko'chada mashinalar to'ldir. Bu bir ibrat az birodarlar. Hammamizga dars. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Iymon bilan, ihtisob bilan, savob umidida Allohning baytlariga kelishlikka, qadam ranjida qilishlikka nasib etganidan, shunday bandalarini qatorida qilib qo'yganligidan, va ma kunna linahtadiya laula an hadanalloh. Alloh yo'llamaganda bu yo'lni topolmasdik. Jannat ahli jannatga kirganlarda eng birinchi aytadigan gaplari shu bo'ladi. Va qalu alhamdulillahillazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya laula an hadanalloh. Allohimizga hamdlar bo'lsin. Bizni shu yo'lga, jannat yo'liga o'zi yo'lladi. Agarda Allohim bizlarni yo'llamaganida bu yo'lni o'zimiz topa olmasdik dedilar. Eng birinchi aytgan gaplari shu bo'ladi. Allohimizga beadad hamd va sanolar bo'lsin, mo'min bandalari qatorida qilganida. Bu dunyoda, oxiratda huzuriga borganda ham muhtaram jamoat, mo'minlarning zumrasidan bo'lishlikni nasib etsin. Alloh taolo saqlasin ularni zumrasidan ajrab qolishlikdan. Shu yerda hozir safimizda turgan, yonma-yon turgan mo'minlar bir tomon qarab ketilsa-yu, kimdir bundan, bu zumradan o'sha kun ajrab qoladigan bo'lsa, bundan yomoni yo'q. Bundan ko'ra muflis odam yo'q. Alloh subhanahu va taolodan duolar qilinadigan kechada ekanmiz. Allohimdan shuni so'raylik.